Yaxshi, endi qarang. Mana bu o'g'lingiz vafotida tanangizni ko'rdim. Butun tanangizda og'irlik bor ekan, yotib qolgan holatingiz bor ekan. Endi singlingizni o'limini eslaymiz. O'sha vaqtga ko'chamiz, vaqt lentasi bo'yicha. O'sha holatga ko'ching va singlingizni o'limi mana o'zini osgan. Bu yerda siz turibsiz. Bu yerda sizda qayeringizni og'riq bo'lyapti, tanangizga e'tibor berasiz. Tanangizni qayerda o'sha og'riq? Chap tarafimda boshdan oyoqqacha. Nima degan his bor sizda? Qanaqa aybdorlik qayeringizda yana? Nima degan fikr kelyapti sizga? Qanaqa aybni olyapsiz o'zingizga? Bu yerda sizda nima aybingiz bor ekan? Nima aybdorsiz? Shu agar men oldiga yugurib borganimda uni olib qolardim. Siz qutqaruvchimisiz shunda? O'sha paytda ham shunaqa bo'lgan ekanman-da. Endi sizga savol, qarang. Demak, bu yerda siz aybdorlikni olyapsiz, singlingiz o'lganiga o'zingiz aybdor deyapsiz, siz e'tibor qilasiz, ajdodlarga qaraysiz. Kimni aybini, kimni gunohini yelkangizga ko'tarib yuribsiz. O'zingizga bir savol bering. Bu kimni aybi deng, kimni gunohini o'zimni yelkamga olib yuribman deng. Hozir siz o'sha o'zini osgan singlingizni gunohini orttirib olgansiz. Chunki u o'zini osyapti, uni gunohi sizga kelyapti. Chunki siz aytyapsiz, men aybdorman deyapsiz. O'sha gunohini o'ziga tortib olyapsiz, opa. Tushuntirilyapmanmi? Uni aybini inson o'zini osgandan keyin bilasiz, ular boyagi birinchi yangi ruhlar o'zini osishi mumkin, fohisha bo'lishi mumkin, chunki ular anglamaydi ular. Ular bosib o'tishi kerak bu jarayonlar, qiyinchilikda bosib o'tishi kerakda. Qanaqadir undan oldingi hayotida shunaqa bir qattiq gunoh qilganki, o'sha gunohini o'zini osish bilan yoki bir juda qattiq nogironlik bilan to'lovini to'laydi ular. O'shani sizning aybini olyapsiz, yelkangizga ortib olyapsiz, men aybdorman deyapsiz. O'sha aybdorlik qayeringizda tanangizni? Chap yelkamda. Oshqozonda. Oshqozonda turibdi. Yaxshi, endi hozir men sizni singlingiz ism familiyasini ayting-da menga. Qachon tug'ilgan bu? Hozir sizni o'sha singlingizni ruhi bilan o'g'lingizni ruhini chaqiraman. Ko'tarsangiz chaqiraman. Chaqiraymi? Demak, bu yerda men hozir ilohiy ruhlarimdan najot so'rayman. Meni barcha farishtalarim, avliyolar iyerarxiyasidan, farishtalar iyerarxiyasidan yordam so'rayman, nur farishtalarimdan. Hozir menga 1972-yilda tug'ilgan insonning, hozircha vafot etgan insonning ruhini chaqiraman kelsin. Shu holatda, mana shu holatga, mana shu energetik olamga kelsin, ruhini chaqiraman. Baxtigul, ko'ring, keldimi? Baxtigul, shu yerdamiz. Mikrofon o'chib qo'yganman, borman, kelmadi lekin. Nega kelmadi? Qayta tug'ilganmi bu? Qayta chaqirib ko'ring, kelmadi. Yaxshi. Yilda tug'ilgan insonning ruhini taklif qilaman kelsin. Nur farishtalarim yordam bersin o'sha ruhni bu yerga kelishiga. Endi keldi. His qildim kelganini. Identifikatsiya qilaman. Tubdinka ma'lumotlariga asosan efirni tanasi nasl yuzini maska va gologrammalar ko'rsatsin. Haqiqiy o'zimi? Hozir lekin qanaqadir yosh bola energiyasi kelyapti. Yosh qizaloqcha energiyasi bunda. Yaxshi. Xo'p, endi yana bitta anaqa o'g'lini ham chaqiramiz bu yerga. Demak, hozir birinchi buni qo'yib yuboramizmi? Buni gaplashib qo'yib yuboring, opa, ikkita og'irlik qilib ketadi. Bo'ldi, yaxshi, og'irlik bo'ladi. Yaxshi, Aziz opa, hozir to'g'ringizda, qarshingizda sizni singlingizni ruhi turibdi bu joyda. Xuddiki yosh qizaloqdek energiya bilan turibdi. Uni ko'rinishini ayting, Baxtigul, qanaqa holatda turibdi? Aybdormi, aybdor emasmi, yo o'sha ketganmi anaqaga, Alloh taolaga tug'ilganmi? Bu tug'ilgan energiyani beryapti, chunki yosh qizaloqcha, mana qanaqadir 9-10 yosh holatini ko'rsatyapti. 12 yoshga ham beradi. 9 emas-ku, 10-12 yosh holatini beradi. Bu nechinchi yilda bo'lmagan o'zi? Seningiz nechinchi yil bo'lmagan? 2009-yil.
2009 bo'lsa necha yil bo'ladi? 15, 2009 16. 16 o'zi tug'ilib bu kattadan bo'lib 16. ketganda bu. Demak 12 уже 12 yosh bu. Chunki mana 9 olmasda kattaroqda bu qanaqadir 11-12 yoshni beryapti. Qizaloq holatida tug'ilgan qanaqadir. Chunki yoz unaqa xafalik yoqib qolgan yerga umuman ko'rmayapman. Yo bir xafalik ketgan anaqasi yo'q. Shunaqa Yaxshi. holatda. Xo'p, singlingizni bir e'tibor qiling, xayolan tasavvur qiling, ko'zlar. Ovozim boryaptimi, ovozim? Kelibdi. Ko'zlarida Ovozim yosh. boryaptimi? Va singlingiz qarshingizda turibdi ruhi, u o'sha tug'ilgan, u yashayapti, u hayot o'sha. Siz lekin uni ko'zlariga qarang. His qilingchi, u sizga ayblov bilan qarayaptimi? Yoki mehr bilanmi? Sen alam aybdorsan deyaptimi sizga? Nima deyapti? Yo'q, qanaqadir alami bor-da, alami bor, keyin ko'zida yosh turibdi. Alam bilan qarayapti. Ko'zida yoshi bor. Baxtigul nima alam bor ekan so'ra. U qanaqadir hayotdan xafa Bering. qizaloqda man tez yig'lab yuboradi. Nimagadir eshityapsizmi Mashhur opa? Eshityapman. Eshitilyaptimi? Ha, Bu ha. qizchachi mana bitta gapni ko'tarolmaydida, arazchi bo'ladi-ku. Tez yig'lab yuboradigan qizaloqda bu. O'shanaqangi holatda turibdi. Ko'zlari qop-qora holatda turibdi, dumaloq. Qop-qora ko'zlari, tez ko'zida уже yosh aylanib turadi-da. Qanaqadir bitta gapirsa, o'sha sal qattiqroq gapirsa yig'laydi. Shunaqangi holatda. Chunki o'sha hayotda qanaqadir bir travmalar bo'lganda uni o'zi biladi va o'sha travma bilan o'lgan ruhda xotirasida borda bu narsa, o'shaning uchun ham hozirgi hayotida bu qizcha tezda yig'laydi-da. Chunki o'sha alamlari bilan ketgan. U alam sizga tegishli emas, Aziz opa. Qarang, singlingizga qarab ayting. Singlingizga nima gapingiz bor, Aziz opa? Shu joyda ayting. Nima gapingiz bor, ayting. Nima gapingiz qolib ketgan aytavering. Yaxshi ko'raman deysizmi, meni kechir deysizmi, nima gapingizni ayting. Kechir, sendan roziman. Shu kungacha o'zimni aybdor his qilib turgan ekanman. Endi hozir shu yerda angladim, hammasi har ish Allohdan ekan. Sen o'zing shuni tanlab ketgan ekansan. Hech kimda aybi yo'q ekan. O'zing tanlagan yo'l ekan, o'zingni ssenariying ekan deng. Shuning uchun men o'zimdagi alam, g'azab, nafratlarimdan hammasidan voz kechaman. Menda ayb yo'q ekan. Allohim meni kechir. Qutulaman, qo'yib yuboraman deng. Qo'yib yuboraman. Yaxshi. Sen ketding, lekin men seni haligacha qo'yib yubora olmadim deng, singlingizga ayting. Sen ketgan ekansan, lekin men seni haligacha qo'yib yubormasdan mahkam ushlab o'tirgan ekanman. Bolachi hozir o'sha qo'yib yubora olmagansiz, na ketishini biladi bu, na qolishini. O'sha alamlarda qolib ketganda siz uni qo'yib yuborsangiz, u erkin qush bo'lib mazza qilib yashaydi. O'sha alamlar bilan ushlab turibsizlar ruhini uni, tushundingizmi? Endi aytingda mana qarang, ham siz o'sha o'lganlar orqasidan ketib boryapsiz. Ular bilan ketyapsiz-da, ular bilan yashab yotibsiz. Men aybdorman, meni aybim bu ayb meniki deb yotibsiz. Hamma gunohini, hamma aybini siz olib butun yelkangiz aybga to'lib ketgan, og'irlik bilan. Tushundingiz-a? Qarang, endi ularni qo'yib yuborasizmi singlingizni? Allohda ishiga aralashasizmi? Allohda ishiga. Sizga shuncha o'lim kammi? Tavba qildim deng. O'zingni ruhingni tanlovi Allohda ishi ekan. Alloh olguvchi va berguvchi deng. Men uni ishiga aralasha olmayman, men qutqaruvchi emasman. Endi hamma aybdorlikni qo'yib yuboraman deng. Men qutqaruvchi emasman, hammasi Allohdan ekan. Men seni qo'yib yuboraman. Singlingiz sizni baxtli yashashingizni istaydimi yoki baxtsiz bo'lib o'zingizni ayblab yashashingizni istaydimi singlingiz? Baxtiga singlingizni so'rab bering. Aziz opa o'zini bir umr ayblab, kasallikka chalinib o'lib ketishi kerakmi? Ishlarini ham tashlab, qanaqa bo'lishini xohlaykan singlingiz? Bironta gapini ayting uni. Qarang, bu Qozog'istonda tug'ilganmi, qozoqcha gapirib yotibdi-da. Abshe deydi, nimadirlar deydi.
Shunaqangi Kapshlik? qozoqcha bir nimaga gaplar gapirib yotibdi anavi. Hozir tilim ham kelishmayapti qozoqchaga. Mana o'zbekchaga tarjima qilganda bunaqa u qanaqadir mani уже noto'g'ri ish qildim deyapti. Ketishim uchun noto'g'ri ish qildim. Buni to'lovini oldim. Qanaqa og'irligini bilaman deyapti. To'lovini oldim. Qanaqa og'irligini bilaman. Yana bir marta imkon berildi menga deyapti. Bir marta imkon berildi menga. Shu og'ir holatda bundan o'tib olmasam agar buni og'irligidan o'tib olmasam deyapti, уже menga qiyin bo'ladi. Butun umr zulmatga ketaman deyapti qanaqadir. O'shaning uchun bu qizaloqni o'sha ruhi gapiryapti, chunki qizaloq holatida bularni tanimaydi. U qozoqcha gapirib yotibdi. Qozog'istonda tug'ilgan menimcha bu 11-12 Bu yoshda. hozirgi hayotda Qozog'istonda tug'ilgan, a? Qarang, Qozog'istonda o'sha tug'ilgan. singlingiz tug'ilib, u yerda yashab yuribdi. Siz bu yerda o'zingizni ayblab o'tiribsiz, u tug'ilib o'tiribdi u. Qaydadir tug'ilib, mazoq yashayapti u. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Qo'yib yuborasizmi? Ha, qo'yib yuboraman. Yaxshi. Chunki bu Endi ayting zulmatga singlingizga. ketadi. O'tolmasa mashhura bular bilan anaqasi yo'q. Faqat ruhi qiynalib yashayapti. Yig'loqi qizaloq qanaqadir yig'laganda, xafa bo'lganda qotib qoladi. To'laydi-da. To'lovini to'laydi, iloji yo'q. Chunki u Ko'karib jonni olish qotib qoladi. bandaga emas. Agar bular Bandasi hozir o'zini qo'yib olsa, joniga u olmaydi. yengil yashaydi. Ko'karib ketmaydida, yengil yashashga o'tadi. Shunaqa. Endi ayting, sen ketding, men o'zimni aybladim. Endi hamma aybdorlikni, hamma o'sha mas'uliyatni yelkamdan olib tashlayman deng. Sen ketding. Men hamma o'zimdagi ayblar. Men tiriklar olamida qanchadir muddat baxtli yashashga haqqim bor endi deng. O'zimni ayblamayman, qutqaruvchiroqlik o'tmayman. Haqqim bor endi. O'zimga ayblanib olmayman. Men xudo emasman deng. Xudo emasman. Xudoni ishiga aralashmayman. Xudoni ishiga aralashmayman. Bundan buyon o'zimni siqmasdan, o'sha Alloh bergan qalbimni, ruhimni siqmasdan, o'zimga azob bermasdan, aybdor qilmasdan yashayman. Aybdor qilmasdan yashayman. Endi chuqur nafas olasizda, o'sha butun aybdorlikni, o'sha qora tutunlarni yoki pilisos berayapman. Yuqoridan pilisos kelsin va azobdan boshdan bu pilisos aylanib tanasini hamma o'sha qoraliklarni, aybdorlik, xafagarchilik, o'zini kechira olmaslik, hammasini ayrim nafratlarini tortib oladi. Tortib olsin. Vaqtigul kuzating, tortib olyapti. O'zingizni his qiling azoba. O'sha pilisos shunaqa boshingizdagi hamma fikrlaringizni tortib olsin. Aybdorman degan fikrlaringiz, qutqaruvchiman degan, men borganimda o'lmas edi. Siz xudo emassiz. Alloh xohlasa aytganman, chet elga qochib ketsam jonni olib bor. Endi bu yerda bu uni tanlov. Demak, o'sha to'lovni to'laydi. Siz hech kimga aytaman, senga aytayaptimi? Intilishni Endi yaxshi. Nima qilyapti? Pilisos tortib olyaptimi? Azob o'zim his qiling. Tortib olyapti. Yurakda, tomoqda ko'proq ekan, boshda chap qo'lim karaxt holatda, keyin oyoqlar ishlamay qolish, karaxtlik mana ko'proq o'tirsa qanaqadir ishlamay, jonsiz bo'lib qoladigan holat berar ekan. Shunaqa bormi sizda Aysafa? Mana o'tirsangiz o'zidan o'zi jonsizlik tanangizda bo'lib qoladi. Bormi shunaqa? Ha, shunaqa. O'sha jonsizlik, yarim tanangiz jonsizda o'sha sizni o'shalarni tortib olyapti. Ichingizda aytolmagan gaplaringiz ko'p ekan, rosa o'sha tomog'ingizda yig'ilgan ekan, bu yurakka berar ekan qoralik. O'shalarni tortib olyapti. Bu joyda qarang. Bu joyda siz bormaganingiz uchun ular o'zini joniga qasd qilmagan. Siz borganingizda edi, bir kungina yoki bir qanchadir muddat turardi, lekin ular baribir shu yo'lni tanladimi, ular ketar edi. Siz borsangiz ham, bormasangiz ham ular o'sha allaqachon ichki inqirozga uchrab bo'lgan. Tushundingiz-a? Chuqur depressiyada bo'lgan. Siz bormadim men, bular o'zini o'sib qo'ydi. Men bormaganim uchun degan ayblov borda sizda. Siz baribir borgan taqdiringizda ham, masalan, bir kungina olib qolishingiz mumkin edi, lekin ularni qarordan qaytara olmaysiz. Ruhni tanlovi. O'shaning uchun ular baribir bugun bo'lmaganda ertaga baribir o'zini ketardi-da, shu ishni amalga oshirardi. Shuning uchun xudolik pozitsiyasidan chiqing, opa. Xo'p. Men borganimda ular tirik qolardi, men o'lim bilan hayotni nazorat qila olaman, deyapsiz-da. Meni qo'limda ularni o'lmasligi, deyapsiz. Siz insonsiz, biz bandamiz.
ularga hayotni berolmaysiz, ularni hayotdan olib qololmaysiz. Shuning uchun bo'ldi. O'shani anglangda qo'yib yuboring. Butun o'sha pilissos tortib olsin, hamma alam nafratlaringizni, yurangizdagi hislarni ham tortib olsin. Sizga kerak emas bu hislar. Qo'yib yuboring hammasini. Singlingiz hali tug'ilibdi, yashayapti, uni tinch qo'ying, bo'ldi bugundan boshlab. Ketdimi hislaringiz, tanangiz yengillashdimi? Xohlasangiz yig'lang. Yig'lab chiqara olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, Baxtigul ko'ring. yarim tana Ko'ring. o'sha jonsiz bo'lib qolgan ekanda ancha yengillashdi, lekin yurakdagi ketdi, lekin bitta qora yuragingizda nimadir borda o'shani O'g'li qo'lingiz borda, bilan o'g'lim. olib boring-da. Ha, u Ha, bor, o'g'lim. to'g'ri. Bo'ldi, ancha yengil bo'ldi. Qora tomon ketdi o'sha chap Yaxshi. tomon, tomoq, yurak, bosh ketdi. Yaxshi. Xo'p, endi singlisini qarshisiga turibdi Azob va ikkoni o'rtasida energetik bog'liqlik bormi? Ko'ring, iplar bo'lsa uzamiz. Bor. Aha. Azobning energetik tanasiga energetik qaychi beraman, ketsin, o'ssin. Xayolan o'zib tashlang Azobba. Hamma singlingiz bilan bog'lab turgan, uni aybini yelkangizga ortib olayotgan ayblar o'tib kelyapti sizga. Uni hamma aybi, butun hayoti davomida qilgan hamma aybi, gunohi sizni yelkangizga o'tib kelyapti o'sha kanal orqali. O'shani uzib tashlang, kerak emas, birov yuk sizga kerak emas. Uzdingizmi? Baxtli uzyaptimi, ko'ring. Qaychi bor qo'lingizda, olovli qaychi, o'shani uzib tashlang. Bo'ldi, uzildi. Yaxshi. Xo'p, uzilgan bo'lsa, endi bu singlisini o'zini makoniga jo'natamiz. Hali ham aybdormisiz va singlingiz o'limida? Yo'q. Singlini bironta gapini ayting, Baxtigul. Ketishdan oldin ko'ngli xotirjam bo'lsin. Ancha kuldi, bu qizaloqda ancha kulgi bo'lib qoldi. Sizni yaxshi ko'raman, men yengil yashashim uchun anaqa qildingiz, yordam berdingiz deyapti. Mani iplardan qutqardingiz deyapti. Chunki bu qizchadachi mana bunaqa bor. Kimdir xafa qilib anaqa qilsa yig'laydi-ku qattiq. Oyoq qo'li ko'karib ketadi. Xudoni sudraga, pristupma sudraga o'xshash narsa bo'lib qolgan bu qizchada. O'sha narsadan qutuldi va tanasi oqardi hozir bu mana bu arqonda uzilganiga opa. Yaxshi ko'raman, rahmat deyapti. Sizni ham gapingiz bo'lsa ayting, buni bu hayotida o'sha omad tilasangiz bo'ladi, qanaqadir nimadir tilagingiz bo'lsa aytib boring-da qizchaga. Qachondir sen men singlim rolda kelgan ekansan. Endi bu hayotda yengil, oson yashashga senga omad tilayman. Seni yaxshi ko'raman, xayr deb xayrlashing u bilan. Xayr. Endi bu singlisiga javob beramiz. Xursandmi ruhi? Singlisini ruhi? Ha, xursand bo'ldi. Singlisini, demak, ruhini o'zini hududiga jo'natamiz, barikoch. Minnatdormiz kelganidan, o'zini o'sha nimasiga ketadi, hududiga. Ketdimi? Endi hozir shu joyda endi aziz farzandi, ya'ni o'sha genidan tug'ilgan, lekin u Allohniki. 2003-yilda tug'ilgan insonni ruhini chaqiraman shu joyga, nur farishtalarimizdan yordam so'rayman. Hamma farishtalarimiz mana shu yigitni o'zi hozir balkim tug'ilgandir u bola, o'sha ancha yil bo'libdi, 2019-yil bo'lmagan ekan. 19dan beri 5 yil o'tibdi. O'sha yigitni bizga ruhini olib kelsin. Taklif qilaman, kelsin. Keldimi? Baxtigul ko'ring. Keldi. Identifikatsiya qilaman. Tubdinka ma'lumotlariga asosan FN tanasi asl yuzini maska va gologrammalar ko'rsatsin. Bu haqiqiy ruhimi? 30-noyabr 2003-yilda tug'ilgan. O'shaniki. Aha, xush kelibsan. Tashrifingdan boshim osmonga yetdi, lekin hozir bu joyda sen o'z joningga qasd qilgansan, lekin bu yerda onang, o'sha hozirgi avvalgi hayotingdagi, o'sha islombek holatidagi hayotingdagi onang rolini bajarib yuruvchi inson bu joyda o'zini juda katta aybdor hisoblaydi. O'g'lingizga gaplaringiz bo'lsa ayting, yoki o'g'lini gapi bormi, Baxtigul? Bu qarang, tug'ilmagan, tanasi qora, qanaqadir. Tanasida mana ruh qoraygan holatda turibdi-da. Yuzi qoraygan holat, yuzi yorug' ko'rmayapman, qoraygan.
qanaqadir judayam уже qiynalgan, bo'ynida osgan deysizmi, bo'ynida ipizi ham bor. Nega o'sgan ekan o'zini so'raychi. Bu anaqa qoralar уже qanaqadir tanasida suvshnisi ko'payib ketgan, majburlik bor, yuragini siqqan, osti vos-vosga o'xshash narsa bor bunda. Qanaqadir o'zi vos-vosga o'xshash narsa bo'lib qolgan bu. Asabiylashish, qanaqadir ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi, ko'zi qizarib vos-vos qanaqadir. Shunaqa holat bo'lmaganmi o'g'lingizda? O'zini bilmayapti gapirgan gapini bu. Shu anaqa kechasi uyga kirmay qo'ydida necha kundir o'shanda ham qaralmagan, e'tibor bermagan ekanman-da. O'zini tushunmayapti, umuman yuragi yonib ketyapti, ko'zi qizargan, vos-vosga o'xshash nima deydi? Vos-vosga o'xshash vahma bo'ladi-ku, shunaqa narsa bo'lib qolganda. Qora lekin tanasi Mashhur opa bu ruhim lekin. Tug'ilganda ham yomon bu anaqa qanaqadir qiynalgan ruhmi shunaqangi holatda turib hali jazosini olmagan bu lekin. Qo'yib yuborilmaganda onalari. Aybdorman, meniki, u gunoh meniki deyapti. Shunga qiynalyapti. Nima gapingiz bor o'g'lingizga? Gapiring shu joyda. Savollaringizni bering. Savolingizga javob beradi. Ayting o'g'lingizga. Mayli o'g'lim, meni kechir. Hali Xudodan ekan. Hamma ayblovlardi. Sen qutqarolmadim deb o'zim ayblab yurgan ekanman. Seni qo'yib yuboraman. Nima aybdorlik bor sizda? Nima degan aybdorlik kelyapsiz? Qaysi so'zlar kelyapti? Aytavering hozir shu joyda o'zgartirib tashlaymiz. Nima aybdorsiz siz? Bunga qaralmaganim uchun, e'tibor qilmaganim uchun aybdorman deyapsizmi? O'zim nega qaramaganman, oldin nega olmaganman deyapman. Yana nima? Aytavering fikrlaringiz, hammasini ayting. Shu paytda yaxshi e'tibor qilmabman. Ovqatingni ye dedim, yemasdan ketib qolibsan. Nega ketib qolding deb. Biron nima eshitgansiz avval? Yo'q, o'sha anaqa molxonani ichiga anaqa qo'yilgan ekanda tosh. Katta tosh qo'yilgan ekan, shuni anaqa tosh qo'yilsa, erim uni ko'rgan ekan. Erim sezgan ekanda, erim keyin aytadi uni. Qayerga tosh qo'ygan ekan? O'shani nega shunaqa bo'lsa, nega aytmading menga? Men qaramaganman, hech qayerga qaramaganman-ku. Onam kasal bo'lib qolgan o'sha paytda. Onam bilan ovoramanda, onam kasal, o'rnida turmayapti. O'sha qanaqadir bo'ronning ichidamizda biz o'shanda. Anaqani onam kasal, onam oltin anaqa qilolmayapti. Keyin erim o'shani ko'ribdi. Keyin nega o'shani aytmading menga desam, yo'q, o'sha agar nima deydi, erim aytadi, agar taqdir o'zgarib ketardi, shunaqa bo'lishi kerak edi deydi, qarang. Endi u paytda egzolarni bilmagansiz, seanslarni shunaqa bo'lishi kerak ekanda ruhim tanlovi. Agar bilganingizda qutqarib qolgan bo'lardingiz. Endi ketib bo'ldi, orqaga qaytarolmaysizda buni. Shunaqa o'shanda imindi sizlar kerak bo'lgansiz, men uni bilmaganman. Shunaqa anaqani ichida qolib ketgan ekanmiz, mana hozir aytganda. Hech anaqa masalan doktorga yuguryapmiz. Onam kasalligini shunchalik ko'rsatib turgan bo'lgan, biz bilmaganmizda. Onam ham gapira olmagan, men ham gapira olmayapman. Anaqada tush ko'ryapman-da hozir. Shu katta kamaz kelib, o'g'limni boshini bosib ketdi-da. Qachon ko'rdingiz u tushdi? O'shanda shunaqa bo'lyapman-da, men tush ko'ryapman. O'sha paytda, Keyin shunaqa bo'lyapti. Boshim qattiq qisilyapti-da, bu nima bilan? Qalbingiz sezgan ekan. Keyin men uni ayta olmayapman-da, kimga. Yo'q,
aytolmayapman emas, esimdan chiqib ketgan. Ha, u siz tashqi bilan bo'lgansizda, buni aytishni unutgansiz. O'shanda ham o'zingizni aybdor his qilyapsizmi? Ha, yo'q, anaqa tushimda ko'rganman-ku shuni. Xuddi shunaqa bo'lyapti Aha. hozir. Mana bu nima dengiz kelyapti-da, dengiz oldida turibman. Dengizni suvi qop-qora. U chayqalyapti, baland bo'lib ketyapti. Nima bor? O'shani ozodlik haykali bor-ku. O'shani ham ko'rib turibman oldimda. Keyin shunaqa o'g'lim anaqa mashina bosib ketdi deyapmanda, keyin o'sha tushimni aytolmayapman. Esimdan chiqib ketibdi. Shuni aytmaganman hech kimga. O'zim ham eslolmayapman. O'shani qachondir bo'lgan. Vaqti o'lishga qarang. Aha. Keyin o'shandan keyin qancha paytdan keyin bo'lmadi bola? O'shandan keyin men may oylarida ekanman, anaqada ko'ryapmanda, keyin o'shanda anaqani bo'ldi, men siljolmay qoldim-ku. Umuman hech qayerga siljolmayapman. Men anavi bor-ku. Robotmanda faqat. Aytganingizni qilaman. Siz nima buyursangiz qilib ketaveraman. Taq qilib ketaveraman-da. Lekin miya ishlamayapti. Men bilmayman qanaqadir bo'lib qolganman. Hozirmi? Miyam o'chib qolgan o'shanda-da. O'shanda. Chunki anaqa siz qutqaruvchi bo'lgansizda, onani ham qutqarib o'tirgansiz o'sha joyda. Siz qutqaruvchi edingiz. Hamma kim kasal bo'lsa, siz yugurasiz. O'sha shunaqa qattiq anaqa nima bor-ku, kurash rejimi deydimi? Kurashga tushib ketyapman. Keyin o'shanaqa mani anaqa ogohlantiryapti ekanda endi Alloh taolo menga. Lekin Alloh sizni o'shanda ham ogohlantirgan, siz e'tibor qilmagansiz. Men qutqaruvchiman, men xudoman, o'limdan ham olib qolaman deyapsiz. Sizga mana bu yoqdan bitta padrakani taxlab qo'yibdi. Sinov bu, tushundingizmi? Endi bundan bu yog'iga ham shunaqa yashaysizmi? Bundan bu yog'iga ham. Yana kerakmi sizga? Davom ettirasizmi? Yo'q, sinovda. kerak emas endi. Bo'lmasam bo'ldi, to'xtating, aybdorlikni to'xtating. Hozir Baxtigul qarang, o'g'lini boshidan nur yuboramiz, tanasidagi qoraliklar ketadi. Koinotdan juda kuchli energiya tushadi, boshidan o'sha ruhni boshidan qo'yilib butun tanasi energiyaga to'yinsin, chiroyli oppoq holatga kelsin. Ko'zlari ochiladi, hozir onasiga qarab gapiradi, teleportatsiya qilinsin. Bajarilindi. Xo'p, qarang, o'g'lingizdan so'rang, onasi aybdormikan o'g'lini o'limida? Azob aybdormikan? Nur tushyapti Mashhur opa, chunki tanasi qorayib ketgan edi, ko'zi qizarib yotdi. Bo'ynida arqon bor, qanaqadir izlar bor edi. Inson holatida qoraygan, bu ruh holati qoraygan turibdi. Hozir o'sha nur yuvilgandan keyin ancha oqardi. Yengil holatga o'tdi, oqardi o'sha tanasi. Qoralikmi? Tanadagi qora aybdorlik o'sha. Ketdi. Yaxshi. Ketdi. Xo'p, o'g'lidan so'raychi, onasi aybdor qilyaptimikan? Ona aybdormikan o'limida? Yo'q, ona bilan qanaqa onani aybdor qilmayapti bu. O'zi ketishi kerak, uni ruh tanlovi qanaqadir mana siz aybdorsiz qilyapti. U ketish uchun kelgan. Rizqi bo'lganda edi Allohdan, yashash kerak bo'lganda sizni tilingizni bog'lab yoki esingizdan chiqarib yubormagan bo'lardi ayzapa. Nima bo'lganda ham etib, siz nima bo'lsa ham olib qolgan bo'lardingiz harakat qilib. Yo xo'jayingiz yetgan bo'lardi eringiz. Lekin unaqa bo'lmadi, chunki aynan shu dars uchun kelgan, ketish kerak bo'lgan o'g'lingiz. Hozir men qanaqadir aybdor qilgan holatini ko'rmayapman, lekin juda ham uzoq sizdan hozir. Bu darsini o'tab qayta tug'iladi. Unaqa hozir siz bilan ona bolalik holatini ko'rmayapman, yo'q. Qo'yish ketish kerak, boshqa joyda tug'ilish kerak. Siz qo'yib yubormayapsiz. Qop-qora ketganiga shu paytgacha. Mana hozir nur yuborib, tanasini tozalab berdik biz buni. Qop-qora o'sha qoralar ketdi tanasidan, nur kirdi tanasiga. Ko'zini ochdi bola. Endi tug'iladi u bolada, boshqa oilada, balkim o'sha endi darsini u yoqda o'taydimi? Uni vazifasida, ruhni vazifasidan loqib kelgan.
sizga dars berish uchun kelgan, xudo emassan demoqchi bo'lgan. Tushundingiz? Qarang, o'sha pilla his bo'lgan ekanda, mana bolangizga homilador bo'lgansiz-ku. Aha. O'sha paytda sizda travmatik karaxtlik bo'lgan, ya'ni muzlash, sovqat. Bunda mana juda katta og'riq, xavf-xatar, bir urug'dan, avloddan kelayotgan og'ir yukni his qilgansiz. Ya'ni bu bola o'zini osyapti-ku, karmani davom ettirish uchun kelganda homila bo'lib qoningizga. O'shani siz his qilgansiz. Sizda o'sha mana bu uchinchi ko'zlar ochilib, bu Allohdan berilgan bir nima deydi, qanaqadir sizga bir juda katta qobiliyat berilgan ekanda o'zi. Bekorga doktor bo'lmagansiz, bekorga his qilmayapsiz. O'sha paytda homila holatida his qilgan ekansiz. Bu ruhni siz qorningizda ko'tardingiz. Ya'ni bu ruh bitta fojia bilan tugallanyapti-ku oxiri, o'lim bilan. Ya'ni o'shanda siz o'zingizni aybdor his qilasiz. Ana shu holatda his qilgansiz siz. Ya'ni tushuntirilyapmanmi shunda? O'shanda bunaqada bitta ayol anaqa doktorga boryapmanda. 3 oylik bo'lgan-ku. 3 oylik bo'lgan. Doktorga borsam, belim og'riyapti, rosa ham mazam bo'lmay ketyapti desam, u anaqa doktor menga qarab bunday qaraganda, bolani olib tashlash kerak degan, ko'rdingizmi? Keyin men bunaqa deyapmanda, endi men anaqa oraliq necha yildan keyin erim bilan ajrashib turib, keyin yarashib turib bo'lyapti-ku bu. Shuncha necha yildan keyin bo'lyapti, bu bola nega olib tashlaysiz deb uni yomon ko'rib chiqib ketganman. Bu yerda qarang, mana ham uxlagansiz, ham sovqotgansiz-ku. Bolada mana shu hislar bola his qilgan. Bolada mana hozirgi tug'ilayotgan hayot u uchun sovuq va juda anaqa nima deydi, mana shu og'ir deb his qilgan. Qorong'i. Depressiyaga tushishiga o'sha ona qornida o'sha u his qilgan shu narsani bola. Siz uxlagansiz, qorani qorong'i qilgansiz, sovqotgansiz-ku. Bola uchun hozir tug'ilayotgan hayoti o'sha sovuq, o'sha qorong'i. Unga kerak emas bu hayot. O'sha tanlovini o'sha ona qonidan tanlab bo'lgan. Sizga umuman daxli yo'q. Tushundingiz-a? O'sha payti Mashhur opa, o'sha payti vrachni gapiga kirib oldirib borganlarda uncha qiyinchilik bo'lmasdi-da. Chunki ruhini tanlovi bo'lgani uchun ham u vrach bekorga gapirmagan. O'shanda oldirilishi kerak bo'lganda o'zi bu. Agar o'shanda oldirilsa, tug'ildi, katta holatida bo'lardi. Endi bu 16 yosh kattaroq holatda bo'lgani uchun ruhiy juda ham depressiyali holat bo'ldi-da, anaqada. Sifatida bilaman, siz lekin ruh sifatida qaramayapsiz-da, ona sifatida qarayapsiz. Onani ko'zi bilan qarayapsiz bolaga, lekin aslida ruh sifatida qarashimiz kerak. Har bitta inson ruh hammasi mustaqil, uni tanlovi bor. Siz xohlasangiz ham uni o'zgartira olmaysiz. Uni tanlovi shu bo'lgan, endi qabul qilishingiz kerak uni tanlovini. O'g'lim, men seni haligacha menga muhtoj bola deb o'ylabman deng. O'g'lim, haligacha men seni menga muhtoj bola deb o'ylabman. Hozir sening ruhingga qarab tushundim. Hozir sening ruhingga qarab tushundim. Sen o'z taqdiring, o'z tanloving, Sen o'z taqdiring, o'z tanloving, o'z javobgarligingga ega bo'lgan katta insonsan. o'z javobgarligingga ega bo'lgan katta insonsan. Sening qaroring og'ir bo'lsa ham, men sening qaroring og'ir bo'lsa ham men sening bu ruhiy tanlovingni hurmat qilaman. Bu ruhiy tanlovingni hurmat qilaman. Men seni qutqara olmaganim uchun o'zimni kechiraman. Men seni qutqara olmaganim uchun men seni kechiraman. O'zimni ham kechiraman. O'zimni ham kechiraman. Hammani kechiraman. Hammani kechiraman. Chunki sen o'z yo'lingni o'zing tanlading. Chunki sen o'z yo'lingni o'zing tanlading. Bugundan boshlab men Xudo emasman. Bugundan boshlab men Xudo emasman. Qutqaruvchi emasman. Qutqaruvchi emasman. Allohning oldida bosh egib taslim bo'laman. Allohning oldida bosh egib taslim bo'laman. Allohning bergan mana shu sinovlariga taslimman. Allohning bergan mana shu sinovlariga taslimman. Bundan buyon qolgan farzandlarim, nabiralarim bilan baxtli yashayman. O'zimni kechiraman. O'tganlarni ham kechiraman.
O'tganlarni ham kechiraman. Seni ham kechiraman deng. Seni ham kechiraman. Endi o'g'lingizni xohlasangiz bag'ringizga bosishingiz mumkin. U bola shu yerda, ruhi turibdi. Xayolan, qalbingiz bilan uni bag'ringizga bosing. Vidolashing. Nima gapingizni ayting bolaga. Uzoq Nima quchoqlayapti u gap? bola. Endi yig'i keldi unda. Endi his qildi. Chunki siz mas'uliyatni, uni mas'uliyatini o'zingizga olgan ekansizda, tanangiz tirikmas sizni. Umuman muzlab qolgan ekansiz. Hozir sizdagi tana muzlagan holat o'g'lingizda ham turuvdi. Sovuq tana muzlagan turuvdi-da. Sizdagi holat qanaqa his qilmaysiz tanangizni? Aysaqa xuddi shunaqa holatda turuvdi o'g'lingiz, tushundingizmi? Hozir mana bu gaplarni qaytarganingizdan keyin uni o'zini mas'uliyatini o'ziga qaytarib berganingizdan keyin yig'i hissi kelib, уже quchoqlayapti sizni.